Mana shved sigir. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Bo'g'oz qisar. Bo'g'oz aka. Nech pul? 4,5 oylik bo'ldi. 25 so'raymiz. Nomer qoldiring. 94 692 61 67 aka. Bemalol murojaat qilinglar. Shved. Tishi qanaqa mana? Bir bosgan aka. Bo'ldi, bir bosibdi. Necha oylik bo'g'oz? 4,5 oy bo'ldi. 4,5 oylik bo'g'oz ekan. Nimaga qo'ygansizlar? Zarurat bo'lib qolish shunga olib sotaman. Yo, nima qo'ygansizlar dom, uruv? Ha, urug'ni sementar oldi. Zo'r. Gap yo'q. Bunachilar 50 million so'rashayotgan ekan bunga. 50 million. Hayvonga. Kattaligini qaranglar. 4 million qotgan ekan hamma. Ketdi ana, ketdi. O'tdi. Hop. Ben neç bir qotdi? 34 million qotdi mana. Egasi 35 deb turibdilar yo. Mana qasam olishni oldiz kerak yo'q endi ko'rishdi. Kichkina pul bo'layotgani yo'q. Yo'q, kichkina. Tiklash kelish kerak. Neç bir qos? 21,5. 21,5 qotdilar mana. Ay bor ekan oyog'ida. Oyoq og'riyapti, yurib ko'rdi. 21,5. Markamni qo'shiraman. O'zing to'g'risini aytding, men ham ko'rib turaman. 4 oyoq bitta kalla olaman. Menga esa bu. Bozorlar shunaqa savdolarimiz, mana shunaqa mollar bor. Kelasizlar, kelaverasizlar. Ochingga ol. Zo'rdan zo'r shetda kelasizlar, kelaverasizlar. Ham uchalasi lekin baliq ekan, lekin boraman qaranglar. Baliq ekan, yana bittasi turibdi. Tushdi. Bitta joyda boqilganga o'xshaydi. Uchalasi baliq ekan. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Manami? Nech pul? 21 qo'shyapti. Nima deyapsiz? 22 bo'lsa bo'ladi. Unaqa oramiz uzoq. Sizdan olgan odam ozgina foyda qilib turishdi. Yana bir qilishayotgan ekan. 22 bo'lsa oling deyotgan ekan. Katta bo'lsa babaraka bo'l. Ta'limni tot. Deb aytamiz. To'g'ri. Qanaqa bola? Yaxshi. Yaxshi olganding-a? Yaxshi bola tuqqani.